Assalomu alaykum aziz dasturchilar. Sizlar bilan darslarimizni davom etamiz. Bugun darsimizning mavzusi o'zimizda birinchi shell skriptimizni yozish va ishga tushirish. Shell skriptni muvaffaqiyatli yozish va ishlatish uchun 3 ta asosiy qadam bor. Birinchi qadamimiz skriptni yozish. Ikkinchi qadamimiz skriptni ishga tushirish uchun ruxsat berish, ya'ni permission. Uchinchi qadamimiz skriptni shell topa oladigan joyga qo'yish. Mana shu 3 ta qadamni bajarsak, bugungi darsimiz yaxshi o'tgan bo'ladi. Birinchi qadamimiz skript yozish. Skript asosan shell skript bu oddiy matn fayli. Uni yaratish uchun matn muharriri, ya'ni text editor ishlatiladi. Matn muharriri bu faqat matn o'qiydigan va yozadigan dastur. Word kabi formatlash yo'q, ya'ni format berish shart emas. Linuxda juda ko'p muharrirlar mavjud. Keng tarqalgan matn muharrirlari mana bu yerda ko'rsatilgan. Endi bu yerdagi nomlarni bu alohida mavzu, ya'ni matn muharriri degan asosan Linuxda bu alohida mavzu. Bu yerda to'xtalib o'tirmayman. Shunchaki ilm sifatida kengroq ma'lumot berish uchun qo'ydim bu yerga. Biz hozir darsimizda nanodan foydalanamiz. Juda sodda va oson, boshlovchi uchun tavsiya etiladi. Buyruq qatorida ishlaydi. Shuning uchun nanodan foydalanib ko'ramiz. Keyingi qism birinchi skriptni yozish jarayoni. Quyidagi kodni matn muharririga yozing deyapti. Masalan, mana shu 3 qator kod va uni hello nomi bilan saqlang deyapti. Shunchaki kodni tushuntirib o'tib ketaman. Har qanday o'sha skriptda birinchi qator shebang deb ataladi. Shebang, ya'ni bu format maxsus holatda tizimga skriptni qaysi dastur bajarishini bildiradi. Bizda shell dasturi qaysi shell dasturi bajarishini bildiradi. Bizda masalan deb ko'pincha mana buni belgilashimiz kerak. /bin/bash, ya'ni bash default bash bajarishini ta'minlaymiz. Mana bu yerda mana bash. Mana majburiy sintaksis. Shunday qilib Perl, Python, AWK kabi tillar ham shebangdan foydalanadi ko'pchiligi. Birinchi qatorni tushundik. Ya'ni kodimizning birinchi qatori. Endi ikkinchi qatorini o'rgatamiz. Bu Pythondagi kabi bu izoh hisoblanadi, comment. My first script, birinchi skriptimiz. Ya'ni bu belgidan keyingi hamma narsa izoh hisoblanadi va bajarilmaydi. Izohlar skriptni tushunarli qilish uchun juda muhim. Buni bilamiz, izoh nima uchun kerakligini, chunki dasturchi izoh nimaligini mukammal biladi. Uchinchi qator buyruq, bu echo buyrug'i va unda hello world string beryapmiz. Echo ekranga matn chiqarish buyrug'i hisoblanadi. Xuddiki Python dasturlash print kabi. Ya'ni dasturchiga nima bo'layotganini ogohlantirish maqsadida. Echo hello world. Demak, skriptimizda 3 ta qatorni tushundik. Shunchaki bu skriptimiz bizga hello worldni qaytaradi. Endi ikkinchi bosqich skriptga ruxsat berish, permission bosqichi. Yozilgan skriptni ishga tushirish uchun unga execute, ya'ni bajarish huquqini, ruxsati berish kerak. Terminalda quyida yozing. Bu ham alohida mavzu. Buni o'tgan darsda tushuntirganman, oldingi darslarda.
change modda 755 nima qilardi? Demak, fayl egasiga 7 bo'ladigan bo'lsa, o'qish, yozish va execute qilish huquqini beryapmiz. 5 bo'ladigan bo'lsa, guruhga o'qish huquqini beryapmiz va execute huquqini beryapmiz. Xuddi shunday boshqalarga ham o'qish va execute qilish huquqini beryapmiz. Guruhga va boshqalarga yozish huquqini bermayapmiz. Va faylni hello deb nomlayapmiz. Mana bu yerda buni tushuntirganman, hozir tushuntirib ketdim. Yoki agar skriptni faqat o'zingiz ishlatmoqchi bo'lsangiz, faqat o'zim ishlataman desam, 700 bersam bo'ladi. 700 bu bilamiz 7 egaga beradi, o'qish, yozish va execute qilish huquqini beradi. Lekin qolganlarga, guruhga ham hech qanaqa huquq bermaydi. Hozir shu yergacha huquqlarni ko'rsatgandan keyin skriptni ishga tushirish uchun hozircha skriptni shu katalogni o'zida ishga tushiramiz. Shunchaki bu .dot notation deydi. Bu hozir turgan katalogimni aktivlashtiradi. Slash katalogim ichidagi fayllarda qaysi birini tanlashim kerakligini aytadi va biz hello ni tanlayapmiz. Va shunda buni skript sifatida ishlatadi. Va natija chiqishi kerak. Mana bu joriy katalog degani. 4-qismda keyin tushuntiraman. Hozircha shularda real misolda ko'rsatib o'taman. Buning uchun terminalni ochib olaman. Terminalni ochib oldik. Bu meni asosiy home katalogim. Lekin men home katalogimda bin degan katalog ochganman, o'shanga kirib olaman va pwd bilan tekshirsam, mana bu meni home katalogim edi va uni ichida mana bin katalogi. HP ni ichida, demak, binga kiryapman. Endi uni ichidagi LC bilan tekshiraman. Menda ikkita skript yozib qo'yganman avvaldan tayyor. Lekin hozir shuni remove qilaman. Mana hech narsa yo'q. Clear qilamiz. Endi skriptni yozishni boshlaymiz. Nano hello. Bizda nano keldi. Biz birinchi qatorimizda aytdik shebang dedik. Demak, shebangda yozishni boshlaymiz. Shunchaki bin va unga bash. Birinchi qator ketdi. Ikkinchi buyrug'imiz izoh edi. Bu bizning birinchi skript deb yozdik. Echo buyrug'i salom kattasi bilan yozsak yaxshiroq bo'lardi. Salom dunyo. Endi buni Ctrl A ni bosib saqlaymiz va Ctrl X bilan chiqamiz. Birinchi bosqich ketdi, ya'ni biz skriptimiz tayyor. Endi clear bilan else bilan tekshirishimiz mumkin. Mana skript tayyor, hello. Keyingi qadamimiz biz qiladigan ishimiz ruxsat berish, permission, change mode buyrug'i orqali 755 ni beramiz hello ga. Okay. Endi tekshiramiz else -l. Ko'rib turibmiz, mana egaga rwx bor,
ya'ni o'qish, yozish va execute qilish huquqi bor. Qolganlarida esa o'qish, execute huquqi bor. Shu yergacha ishlarni bajardik. Mana ishni bajardik. Endi ishga tushirish uchun dot bu hozirgi papka, uning ichidagi lon mana bizaga salom dunyo qaytib keldi. Demak, biz skriptimizni yozdik, unga permissionlarni berdik va uni run qildik. Shu yergacha aytib o'tgan nazariy qismlarimizni bajara oldik. Endi keyingi navbatimizda keyingi qismda tushuntirib o'taman. 4-qism bu paz nima, nega kerak degan savolga javob beraman. Odatda buyruq yozilganda to'liq yo'lini ko'rsatmaymiz. Masalan, mana bu ls buyrug'ini beryapmiz, lekin biz uni yo'lini ko'rsatmayapmiz. Shell bu buyruqni paz deb ataladigan kataloglar ro'yxatidan qidiradi. Pazni ko'rish uchun echo paz buyrug'i beriladi. Ya'ni bu kataloglar ichida bo'lgan dasturni to'liq yo'l yozmasdan ishga tushirish mumkin. Endi shuni tushuntirib o'taman. Mana shu paz nimaligini ko'rsatib o'taman terminalda. Dastavval terminalga o'tib olaman va clear buyruq orqali tozalab echo bizada shunaqa dollar belgisini yozganimizdan keyin biz o'zgaruvchi, faqat konstant o'zgaruvchi paz deb yozamiz va bizaga mana bu holat ko'rinadi. Va bu yerda har bir yo'l 2 nuqta bilan ajratilgan. Demak, user local s bin bitta yo'l, user local bin ikkita yo'l, user s bin 3 ta yo'l, user bin 4 ta va hokazo. Va bizada hozircha yo'limiz shunaqa ko'rinishda. Davom etamiz. Endi keyingi qadamga o'tamiz. Bu qadamimizda pazga yangi katalog qo'shish. Biz skriptimiz joylashgan katalog paz ichida bo'lmasa, uni qo'shish mumkin. Ya'ni mana bu holatda export buyrug'i yordamida paz o'zgaruvchisini yangidan yozamiz. Mana bu yerda paz avvalgi pazda orqasidan biz har bir paz boya ko'rsatdim. 2 nuqta bilan ajratilgan dedim. Undan keyin bizga kerakli directory. Masalan, export paz tenglik pazni oxiriga biz home ichida bin bor, o'shani kiritib qo'yamiz. Buni hozir misolda ko'rsatib o'taman. Asosan masalan asosiy papkaga o'tsam, unda mana bin papkam bor. O'sha bin papkamni kiritib qo'yishim kerak pazga. Buning hozir hit qilsam, hozir men boshda turibman. Endi echo paz desak, bu echo rangli chiqdi, e'tibor beramiz. Va bu mana bu yerda
oq edi, rangsiz. Qachonki rangli chiqqanda, hozir men Kali Linuxda ZSH shell ishlataman va bu yerda hozir men bashga o'tib olaman. Mana. Endi bashda ishlayapman. Boshda ham bashda ishlaganman. Shunchaki hozir echo paz tekshiraman va mana bu bor. Chunki buni sababini tushuntiraman. Buni sababi nazariy qismga o'tib, boyagi buyruq bor edi, hozir mana bu qismga o'tadigan bo'lsak, mana shu buyruqni bu bir martalik buyruq. Bu nima degani? Bir marta terminalimiz ochiq, aktiv. Shuni yozsak, shu marta pazga mana shu bin katalogini qo'shib ishlataveradi. Shu bin katalogining ichiga biz skriptlarimizni yozsak, ularni tanib ishlata olamiz. Lekin ularni doimiy qilish uchun bizda home page'imizda .bash rc bu run commandning qisqartmasi. Bash run commandning qisqartmasida shu fayl bor. Shuni oxiriga mana shu kodni yozib qo'yishligimiz kerak. Ya'ni bu kodni mana shu faylni oxiriga yozib qo'ysak, bundan keyin har marta kirganimizda bizda bin papkamizdagilar pazda ko'rinadi. Tushunadi? Hozir buni loyihada qilib ko'rsataman. Shunda mana bu yaratishdi, keyin ularni o'tkazishdi ko'rsatgan mushartamiz. Ubuntu va tizimlarda bin katalogi yaratilgandan keyin o'chirish kerak deb ularni shart emas. Qisqasi biz quyidagilarni o'rgandingiz deyapti. Demak, shell script nimaligini bildik, yozishni bildik, shebang bilan izohni bildik, ruxsat berish, change mode bildik, pazda nimaligini bildik, bin katalogidan foydalanish. Hozir buni oxirgisini tushuntiraman. Qo'llanma tugadi. Demak, biz endi faqat terminalda ishlaymiz. Hozir buni nima uchun ishlayotganini tushuntiraman. Xo'p, buni LC bu clear tozalayman. pwd. Hozir men home page'da turibman. Home page'da LC ga -a ni bersam, menga barcha yashirin fayllar bilan ko'rsatadi. Va shunda mana bu fayl menga muhim. Mana belgilab ko'rsatdim. .bash rc. Endi shuni nano qilsam, .bash rc ichiga kiryapman. Ichiga kirganimdan keyin mana oxiriga boyagi buyruqni qo'shganman. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Export path teng path o'zgaruvchini va home bin. Buni endi chiqib ketaman. Shuning uchun men echo pazda degan buyruqni yozganimda mana bu qo'shilyapti. Shu jarayon bajarganligim uchun. Endi bu menga nimani beradi desam, bu menga boyagi yozgan skriptimni xohlagan joyda ishlatish imkonini beradi. Masalan, hello deb yozganman, mana salom dunyo chiqib keldi. Xohlagan joyda bu xuddiki masalan pwd kabi buyruqlar ishlayapti-ku, xohlagan joyda bera olyapman. Xuddi shunday men ham hello ni xohlagan joyda bera olyapman, taniyapti. Xohlasam boshqa papkaga kirishim mumkin. Masalan, cd bironta papkaga, masalan, binning ichiga kirib olamizda, u yerda ham berishim mumkin. Ishlayveradi. Xohlasak umuman boshqa papkaga ham chiqib ketish, ishlatishimiz mumkin. Ya cd kir. Endi tushunarli bo'lsa, yana bitta skript yozib ko'rsataman. Buning uchun kelinglar. cd bash mas bin papkamga kirib olaman. Nano aytaylik zapi degan bitta nima yozaman. Buning uchun birinchi shebang yozib olamiz. Bin
bash. Shunchaki Python buyrug'ini beraman. Python buyrug'i bu Python dasturlashtirish interpretsiyasini chaqiradi va buni сохранить qilaman. Yes, Ctrl X. Endi men zapi desam, mana ana bu yerdagi xatolikni tushundingiz deb o'ylayman, chunki 3 ta qadam bor edi. Birinchi qadam skriptni yozish edi, ikkinchi qadam unga permission berish kerak edi, uchinchi qadam paz joylashtirish kerak. Ikkita qadam qilingan, bizda pazni joylashtirganmiz. Skriptni yozdik-da, lekin muammo biz permission bermadik. Shunchaki bunga change mode 755 deb qo'yamiz va endi ishlatamiz. Mana ishladi. Mana bu ishlaganda ichidagi kod ishlayapti va Python kelyapti. Pythonda masalan 5 + 5 10 name masalan Zafar name ho'kiz. Demak, Python ishlayapti. Shunchaki Pythondan chiqib ketsak, boyagi skript tugaydi. Bindan ham chiqishimiz mumkin va else buyrug'i, clear buyrug'i hammasini bergandan keyin zapi buyrug'ini bu yerda ham ishlatishim mumkin. Yana print masalan hello, bu Python. Endi bu yog'i Pythonda. Okay, hit bilan Pythondan chiqaman. O'ylaymanki, skript yozish, ishga tushirish tushunarli bo'ldi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.